endi Saudiyaga borib bitta Qur'on kitob berilar ekan, Zamzam suvi berilar ekan, nimcha sumkalar hammasi bepul bo'lib ketar ekan. Centrum Holdings kompaniyasi sizlarga o'zining tur paketlarini tayyor qilib qo'yibdi. O'shuning uchun hozirgi paytda Centrum Holdings kompaniyasiga yetkazganmiz Muhammad Rasul qolganlarga sizlarga aniq-tiniq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Videoni uzib olmasdan oxirigacha ko'ring. Narxlari ham chegirmali qulay narxlarda bo'ladi inshaalloh. Bundan tashqari kommentariyaga kirib o'z izohlaringizni belgilab keting. Like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lib qo'ying. Kunda-kunora umra safariga bo'yicha yangi videolar chiqarib borishga to'xtamaymiz inshaalloh. Siz uchun faqat videoni ko'rib turgan inson. Assalomu alaykum. Sizmi? Xudoga shukr. Qora aka, endi bir boshdan savollarni berib o'tkazsam, faqat rostini gapirib keting. Qora aka, men har bitta videoda shu gapni aytib o'tkazaman. Shunaqa. Xo'p, Madina bunlar necha metr olgansiz? 200 metr oranida markaziy yerda joylashgan. Markaziy yerda joylashgan. 4 yulduzli mehmonxonamiz. Necha mahal o'qadi? 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, nechta sayohatlarga boramiz? 5 ta. 5 ga yaqin. 5 ga yaqin. Madina Munawvarani o'zida. Madina Munawvarani o'zida. Xo'p, qora aka, endi Makka Mukarramaga avtobusmi yo poyezdmi? Avtobusda. Avtobusda. Poyezddan ko'ra zamonaviyroq yangi avtobus. Xo'p, o'zi eng katta dolzarb bo'lgan muammolardan bittasi 50 yoshi birga borib birga keladimi? Xudo xohlasa aeroportdan o'zi qabul qiladi. Alloh xudo xohlasa 14 kunlik safarimizni pilda bir kun ham qoldirmasdan o'zlari ziyoratgohlarga, hammasini o'zlari o'rgatib qildirib kelishadi. Ulardan birgalashib inshaalloh. Xo'p, endi qora aka, Makka Mukarramada necha kilometr oldigansizsiz? Xo'p, Makka Mukarramada harom hududiga 1-1,5 kilometr oralig'ida Ajiyat ko'chasida, Ibrohim Halil ko'chasida joylashgan 3-4 yulduzli mehmonxona. 3-4 yulduzli mehmonxona. Necha mahal ovqatlarimiz? 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz. Xo'p, qora aka, endi Makka Mukarramadagi sayohatning xizmatlariga bo'ladi. Qizil dengiz bormi o'zi? Makka Mukarramada ondan oshiq ziyoratgohlarga olib kelishadi. Hozir shunda Makka Mukarramadan Madina Munawvarani sayohatini qo'shib ko'ramiz. 15 atrofida bo'lyapti, to'g'rimi? 15. Ha? Xo'p, umra ziyoratini qilib bo'lishgandan keyin elga boshi bilan bitta maslahatlashib, o'sha ketgan yo'l bir kunda to'g'rilab Qizil dengizga olib kelishadi. Ha, hozir shu to'lovlarning ichida Qizil dengiz ham bor. Shunaqa. Shu to'lov ichida bitta narsa o'sha bitta to'lov qilishadi. 14 kunlik bordi, keldi, bilet, mehmonxona, avtobus, nimaiki bo'ladigan bo'lsa, o'sha berilgan pulni ichida. Agar o'zlariga misol uchun o'zlarining ehtiyoji uchun sovg'a-salom olgani, bozorga borgani, agar ishlatsa o'shanda ishlaydi. Bo'lmasa o'sha to'lovni qilib $50 cho'nta yoniga solib olsa, har ehtimolga qarshi o'sha $50 qaytib kelishiga mumkin. Endi qora aka, hamma gapni gapiraveramizmi? Eng asosiysi pul. Shuni hozir aytasiz. Menga videoda narxlarcha tushgan edi. O'sha tushgan narxlarni shu orada aytamiz. Osib yurtdoshlarimiz xafa bo'lishadi. Obunachilar o'ta ham xafa bo'lishadi. Chunki men har doim obunachilarim uchun talashgan insonman. Ha? Bo'ldi, siz videoda oldin gaplashdik. O'zingiz aytingchi narx. Menga ishonishmasa sizga ishonishadi. Qora aka, menga 1100 deysiz. Hop. 1100 qilib. Hop. $1075 oilaga qo'ydik. Hop. Toshkentlarni men deb qo'ydik. Bo'ladimi? Toshkentga ham o'tib 1 minut. 1 minut qilasiz. 150 desam qolagan 1 minut qiladilar. Shu videoga bitta like bosib qo'ying, kommentariyaga yo'q qimmat yo arzon deb qo'ying, chunki qolaganlarda standart plus paket bo'ladi, ekonom paket bo'lmaydi. O'shuning uchun bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, eng katta qilgan xatolar. Ertaga men topolmasdan yurasiz, qiynalib. Obuna degan so'z bor. Yosh kattalar ko'rasiz. Shunday bosib qo'yasiz inshaalloh. Xo'p, qora aka, hamma savollarga javob berdingiz deb o'ylayman. Inshaalloh hamma savol va'dalarga vafo bo'ladi. Bizni Tojikiston, Qirg'iziston, Amerika qo'shnilardan juda ko'p davlatlardan bizni kuzatishadi. Hop, o'sha insonni sizga qanaqa aloqaga chiqishi mumkin? Bizda hozir ijtimoiy tarmoqlarimiz hammasi faol. Telegram, Instagram, WhatsApp. Ayniqsa Rossiya Federatsiyasi uchun Max. Ekranda turgan nomerlarda hammasida Max
messenjeri bor. Bemalol agar misol uchun Rossiyada kechroq boshlashadi. 24 soat aloqaga chiqishimiz, aloqaga chiqishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib joylarni bilan qilishlaringiz mumkin. Sizlar uchun mashinalar hozir ketyapmiz. Agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlashni yana bir marta qaytarib o'tamiz. Like bosib, kommentariya qilib, o'z izohlaringizni yozib o'tkazsiz. Inshaalloh bizga manfaatli bo'ladi. Bu video ko'proq insonga tarqalishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya degan tugmani bosib qo'ying.